O'zbekiston Respublikasi hojalik organlarining boshqaruv tizimini takomillashtirish yo'llari. Hojalik organlari nima? Hojalik organlari bu mamlakatda iqtisodiy faoliyatni amalga oshiruvchi, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, savdo, transport, energetika va boshqa sohalarda faoliyat yurituvchi korxonalar, tashkilotlar va muassasalar yig'indisidir. Ular davlat, xususiy yoki aralash, qo'shma shaklda bo'lishi mumkin. Ularning asosiy maqsadi iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish, mahsulot ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatishdir. 1. Raqamlashtirish va avtomatlashtirishni kuchaytirish. Hojalik organlarining samaradorligi ko'p jihatdan boshqaruv jarayonlarining tezligi va shaffofligiga bog'liq. Shu sababli bosqichma-bosqich elektron hujjat almashinuvi, avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari, raqamli logistika, TRM-ERP kabi boshqaruv dasturlari jadal joriy qilinishi zarur. Natija, inson omilidan keladigan xatolar kamayadi, vaqt tejaladi, boshqaruv tezlashadi. 2. Mahalliy va markaziy boshqaruv o'rtasidagi vakolatlar nisbatini optimallashtirish. Hojalik organlarida ko'plab qarorlar markaziy idoralar tomonidan tasdiqlanadi. Bu esa jarayonni sekinlashtirishi mumkin. Takomillashtirish yo'li. Mahalliy boshqaruv organlariga kengroq vakolat berish. Mas'uliyatni joylarda mustahkamlash. Hududlar bo'yicha mustaqil iqtisodiy strategiya ishlab chiqish. Natija, hududning ehtiyojiga moslashtirilgan tezkor qarorlar qabul qilinadi. 3. Xizmat ko'rsatish sifati va samaradorlik indikatorlarini joriy etish. Hojalik organlari faoliyati uchun aniq mezonlar bo'lishi zarur. KPI va reyting tizimlari. Samaradorlik bo'yicha ochiq hisobotlar. Xizmat ko'rsatish standartlari ISO milliy standartlar. Natija, tizimda raqobat oshadi, sifat yaxshilanadi. 4. Kadrlar salohiyatini oshirish. Takomillashtirishning eng muhim sharti. Menejment, marketing, logistika, moliya boshqaruvi bo'yicha zamonaviy malaka oshirish dasturlari tashkil etish. Natija, boshqaruv qarorlari ilmiy asoslangan bo'ladi va hojalik organlarida samaradorlik oshadi. 5. Hojalik yurituvchi subyektlar mustaqilligini kengaytirish. Bozor iqtisodiyotiga moslashish uchun hojalik organlariga moliyaviy mustaqillik, tashkiliy erkinlik, tender va investitsiya jarayonlarida oshkoralik berish lozim. Natija, innovatsion g'oyalar ko'payadi, muddatlar qisqaradi. 6. Iqtisodiy va huquqiy tartibga solishni modernizatsiya qilish. Ortiqcha byurokratik tartiblarni qisqartirish. Litsenziya va ruxsatnomalar sonini optimallashtirish. Normativ huquqiy hujjatlarni zamonaviylashtirish. Natija, biznes muhit yaxshilanadi, hojalik faoliyati tezlashadi. 7. Davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish, DXSH. Ushbu yo'l bilan infratuzilma, energetika, kommunal xizmatlar sohalarida samarali boshqaruv mexanizmlarini joriy etish mumkin. Natija, davlat xarajatlari kamayadi, sohalar rivojlanadi. 8. Monitoring va tahlil tizimini kuchaytirish. Hojalik organlarida real vaqt monitoringi, statistik tahlil, ma'lumotlar bazasini integratsiya qilish muhim ahamiyatga ega. Natija, qaror qabul qilish tezlashadi va aniqroq bo'ladi. Xulosa. O'zbekiston hojalik organlari boshqaruv tizimini takomillashtirishning asosiy yo'llari bu raqamlashtirish, boshqaruvni markazsizlashtirish, kadrlar malakasini oshirish, huquqiy islohotlar va davlat-xususiy sheriklikni kengaytirishdir. Bu jarayonlar nafaqat hojalik organlarining ishlab chiqarish salohiyatini, balki butun mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va o'sish sur'atlarini mustahkamlaydi.